Bizlarni ulug' ajdodlarimiz qurgan, ulug' ajdodlarimizni qo'li oltin qo'llari bilan qurilgan mana shunaqa obidani hamma kimki O'zbekistonda yashamasa shuni havas qiladiki, bir marta bo'lsa ham o'zini hayot paytida shuni ko'rib, o'zini havasini shuni qondirishi. His Excellency is saying that this perfect monument, which was built by our ancestors, is very much desired by everyone in Uzbekistan to see and to pay very great homage and respect to their talent and to their art. Bu faqat o'zbek xalqining havasi emas, butun musulmon sharq xalqlarini va umuman har qaysi o'zini inson degan, odam degan shaxslarni albatta katta havasidir. Ming marta shuni suratda ko'rishdan bir marta amalda ko'rish, haqiqatda ko'rish har qaysi insonni baxti deb hisoblanadi. Bizlarning delegatsiyamiz O'zbekiston delegatsiyasi O'zbekiston xalqidan mana shu ajoyib obidani mana shu darajada saqlagani uchun Hind xalqiga tashakkurlar bildiradi. This monument they are preserving as the common asset. We are highly thankful to Your Excellency for such a compliment. As a matter of fact, it is a monument of world heritage. Мы считаем, что это монумент мирового наследия. We are trying to take every care that every bit of this edifice, which is a monument of love, an emblem of love of the king, which was towards his queen, but now it has become the love for the entire world. Это большое значение для всего мира, как эмблема любви. Yes, you have said that you have used the full words which sound like Uzbek. Bunaqa obidani ko'rgan odam uni yuragiga fayz qiladi. And the person who sees it, he becomes more noble in his heart. Bunaqa obidani ko'rgan odam albatta bu abadiy abad hayotda qoladi va buni hozir ko'rib bizlar fikirdamizki, Hind o'zbek xalqini do'stligi abadiy abad albatta saqlanadi. Mana shunday qaraganda xuddiki bu parvoz qilayotganda, xuddi uchib ketayotganda. When you see it gives lots of impressions. First, like it is ready to fly up. Shu odam shuni ko'rib hayratda qoladiki, shunaqa narsalarni ham bizlarning ajdodlarimiz 300 yil oldin 300 dan oshiq yillar mana shunaqa obidalarni ham qurishga imkoniyati bor ekan va bitta narsani men hozir o'ylayapmanki, kelajakda aytaylik mana shunaqa ulug' narsalarni qurish bizlarning vazifamizdir. Mana bugun yomg'ir yog'ayapti. Bu yomg'irni ham o'zbek xalqi nomidan bizlar o'zgarib keldik. Bu masalani bizlarni bu yerga kelganimiz xolis niyat bilan Hind xalqiga omad tilab, baxt tilab kelganimiz. Mana shu yomg'ir yoqqanini men o'tgan kuni aytdim, mana ketdi. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Bir-birimizga agar yaqin bo'lsak, yuragimiz yaqin bo'lsa, yomg'ir ham keladi, tabiat ham bizga aytalik do'stligimizga to'g'ri kelib, We should develop our friendship in the future. Thank you. Katta rahmat. Thank you. Jahonda 7 mo'jizaning biri Toj Mahal. Buni har bir o'zbek ko'rish o'zini eng oliy maqsadlaridan, orzularidan biri deb hisoblaydi. Sababi buni Boburiylar avlodlari, bizni vatandoshlarimiz o'z paytida yaratishgan. Bu yerda men O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul aka Qodirov bilan birgaman. Pirimqul aka, sizni Bobur romaningiz mashhur.
ana shu romaningiz uchun hatto bir qator gap so'zlarga ham qoldingiz. Mana hozir siz rasmiy delegatsiya tarkibida o'sha Boburlar bo'lgan, Boburlar mana shunday mo'jizalar yaratgan joydasiz. Shu fursatdan foydalanib bitta savol bermoqchimanki, hozirgi kunda respublikamizni, uning rahbariyatining, uning hukumatini ichki va tashqi siyosatiga munosabatingiz qanday? Munosabatim shuki, bu yangi bir yükselish davri bo'lyapti biz uchun. O'sha Boburlar, Akbarlar, Shohjahonlar yashagan davr bu bir ma'naviy yükselish davri edi. O'sha yukselishlar bugungi yukselishlarga ma'na jihatidan yaqin bo'lganligi uchun o'sha tog' baland cho'qqidan ikkinchi cho'qqi yaxshi ko'ringaniday, bugungi kunlar bizga o'sha cho'qqilar orqali yanada yaxshi ko'rinyapti. Bu hodisada mana prezidentimiz kelib Hindiston rahbariyati bilan uchrashib bitimlar tuzildi. Bularning ahamiyati o'sha Boburiylar davridagi bizni Hind xalqimiz bilan bo'lgan hamkorligimiz ahamiyatiga mos keladi. Men ishonamanki, o'sha davrdagi iste'dodlar hamkorligi, o'sha davrdagi davlat arboblarini ikki xalqni dahosidan foydalanishdagi donoliklari bugungi kundagi mana shu O'zbekiston va Hindiston rahbariyati, O'zbekiston va Hindiston xalqini bundan keyingi baland bosqichlarda bo'ladigan hamkorligi ham xuddi shunday ulug' natijalar beradi deb ishonaman. Pirimqul aka, meni xabarim bor, siz ana shu tarixiy romanlarni yozishda davom etkazyapsiz. Hozir nima ustida ishlayapsiz? Endi men Akbar haqida, mana Humoyun haqida roman yozdik, Avlodlar dovoni bosilib chiqdi. Navbatda mana shu ulug' obidani, Toj Mahalni yaratgan, ajoyib inson bo'lgan, Akbarni tarbiyasini olgan, asli oti Xurram bo'lgan Shohjahon haqida, uni sevgilisi Orzumand begim haqida, o'sha davrda yashagan Zebiniso haqida bir narsa yozish niyatim bor, boshlab qo'ygan sahifalarim bor. Umid qilamanki, bugungi safar shu narsani yozilishiga yanada bir katta turtki beradi deb o'ylayman. Pirimqul aka, mana shu mukammallik, mana shu mo'jiza bir muhabbatning mahsuli deyishadi. Albatta. Muhabbat va insonga bo'lgan mehr oqibatning natijasi. Buni tagida nima yotibdi, qanday? Buni tagida menimcha shuki, shu Shohjahon o'z rafiqasini shu darajada sevganki, o'sha u bevaqt vafot etgandan keyin, farzand ko'rgandan keyin vafot etgan, shuni xotirasi bilan yashagan umrbod, boshqa uylanmagan va shu xotirani kuchi bilan o'shanga bo'lgan muhabbatini, o'shani sog'inch tuyg'usi bilan mana shu narsani yaratgan. Hatto kechalari saroyda emas, mana shu yerga kelib tunar ekan. Umrining oxirigacha biz hali borib ko'ramiz. Lalqaladan turib ham, shu keksayib qolgan paytlarda ham Lalqaladan turib shu joyga, shu Toj Mahalga qarab taskin topar ekan. Rahmat. Sizlarga qarash, mana shu an'analar o'zi Samarqanddan boshlangan. Tumanaqa maqbarasi bor, Bibixonim madrasasi bor, Hirotda Gavharsho begim madrasasi bor. Ayollarni ulug'lab mana shunday bunday bo'lmasa ham ulug' binolar qurish an'anasi o'zi asli biz tomonidan boshlangan. Va o'sha an'anani bular Hind xalqini ayol zotiga bo'lgan hurmatiga qo'shib davom ettirib, albatta Hind xalqining mehnati dahosi yordamida mana shu obidalar qurilgan. Qanday bo'lmasa ham shu sof niyat bilan hozir hammamiz yuragimizni toza qilib mana shu niyatlarni yana bir marta har qaysimiz o'zimizga shu ma'lum qilib, hammamiz xos maqsadlar bilan, xos niyat bilan kelajagimiz to'g'risida yana bir marta o'ylab ko'rsak-u, mana shunaqa ulug' bizlarni ajdodlarimiz oldida qasam ichmasak ham o'zimizga o'zimiz va'da bersakki, bizlarning millatimiz kelajakda yana o'zini nomini qaytarib olsin, butun dunyoda ma'lum bo'lsin. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Iymonni mahkam. Ashhadu anna Muhammadan Rasululloh. Buyuk shoirimizni siymasi doim sizlarga omad keltirsin, doim sizlarga baxt keltirsin, doim imoningiz chog' bo'lsin. And we wish and request you to accept it and wish you everything happiness always. Thank you very much, Your Excellency. Special
to'g'risida juda ko'p yozilgan bo'ldi. This is Bu this ham book about O'zbekiston Uzbekistan. xotirasi sizlarda abadiy We would like yuragingizda qolsin. Uzbekistan will remain.